Barchaga assalomu alaykum. Bugun bitta pribor olganman, shuni ko'rsatmoqchiman. Tomonlarga hozir. Hop, priborimiz shunaqa detektor pribor. Bu 5-6 xil narsani aniqlaydi. Devorda orasidagi narsalarni aniqlash uchun ishlatiladi. Hozir zo'r qilib ko'rsataman. Hop, priborimiz mana shu knopka bilan yonadi. Yonadi, bitta taxtani devorda orasida taxta yoki metall yoki elektr simlarini topsa bo'ladigan pribor. Bu taxtani deydi, bu ham taxtaniki. Bu chuqurligini, taxtani atrofini qanchalik uzoq yaqinligini aniqlab ko'rsatadigan. Bu temirni oradagi qanaqadir temirni oqtarish kerak bo'lsa, bunga qo'yib olinadi. Bunisi elektr simlarini oqtaradigan pribor. Bizning holatda hozir mashitlarda sim o'tgan, uning uchun hozir devorga qo'yib turib biz kalibrovka qilib olamiz. Misol uchun qo'ydik, mana uni knopkani bitta bossak, hop, mana kalibrovать qilib oldi. Endi sekin olib kelamiz. Mana sekin o'sha simni atrofidagi magnit maydonni oqtarib topyapti. Protsenti ko'paygan joyda o'sha yerda sim bo'ladi. 22, 27. Maksimum mana 90. Hop. 80 dan o'tyapti. Eng maksimumi 70. Xullas mana shu yerda sim bor deyapti. Endi olib qo'ysak, kamayyapti. Hop, endi xuddi shunaqa narsa u tepada ham ekan. Buni bitta kalibrovka qilib olamiz. Endi oqtaramiz. Mana bu korobkani oldi. Sim ko'ryapti. Endi bu devorimiz g'isht devor. Endi bu yerda gipsokartonimiz bor. Taxtani oqtarib ko'ramiz. Taxtani mana bu nima bilan oqtaramiz. Taxtaga qo'yib oldik. Bu gipsokarton orasida misol uchun taxtani topishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bu taxta положенияsiga qo'yib kalibrovka qilib olamiz. Endi ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, mana gipsokartonni yorug'i katta ehtimol bilan mana shu yerda taxta bo'lishi kerak. Sekin olib kelib ko'ramiz shu yoqqa. Точно topyapti. Shu mana shu yerda taxta bor. Keyin odatda bilasizlar, har 40 sm примерно gipsokartonchilar kleyka tashlaydi. Yana keyingi taxtamiz ham mana shu yerda ekan. Xo'p, mana shunaqa qilib, endi bu devorlar orasida temir bormi yo'qmi bilmadim. Hozir temirga ham boqib ko'ramiz. Bu temir положенияsi. Temir-ku endi bu devorlar orasida yo'q. Oddiy nimaga kalibrovka qilib olamiz. Temirga yaqinlashganda уже chillay boryapti. Hop, shunaqa pribor. Bu arzon pribor hisoblanadi. Bundan qimmatlari ham bor. Yana ham aniqlikda ko'rsatadigan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol AliExpress'dan xarid qilib olsangiz bo'ladi.